Asilbek Xo'jayorov hozirda o'quvchi. U tashkil etilgan ochiq muloqotda vasiyatnoma to'g'risida o'zini qiziqtirgan savoli bo'yicha mutaxassislardan javob oldi. Bu aksiya doirasida biz yoshlar o'zimizni qiziqtirgan barcha huquqiy savollarimizga yetarlicha javob oldik. Xususan, men ushbu davra suhbatida vasiyatnoma bo'yicha savolimga atroflicha javob oldim. Biz bu davra suhbatidan o'zimizga yetarlicha huquqiy bilimlarni oldik. Sodir bo'ladigan notariuslar bilan bog'liq bo'lgan muammolarni, mulkiy hamda huquqiy muammolarni yechishimizda o'zimiz uchun kerak bo'ladigan barcha bilim va ko'nikmalarni, tavsiyalarni oldik. O'zbekiston Notarial palatasi Yuksalish umummilliy harakati bilan hamkorlikda notariuslardan huquqiy bilimlar aksiyasi o'tkazildi. Tadbirni o'tkazishdan maqsad fuqarolarimizning huquqiy ongini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat. Aksiya ishtirokchilari tomonidan mana bu meros masalalari bo'yicha, ko'chmas mol-mulkni tasarruf etish bo'yicha, avtotransport vositalarini oldi-sotdi shartnomalari, avtotransport vositalari boshqa mol-mulklarga ishonchnoma berish bo'yicha o'zini qiziqtirgan savollar berildi va ushbu savollarga mutaxassislarimiz tomonidan to'liq javob berildi. Aksiya doirasida Notarial palata hududiy boshqarmasi va Qarshi shahrida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi 8 nafar notariuslar ishtirok etdi. Davra suhbati davomida ishtirokchilar tomonidan ko'plab huquqiy savollar berildi. Mol-mulk, aliment, egalik huquqlari yuzasidan ham notariuslar maslahatlar berdilar. Ushbu aksiya viloyat bo'yicha davom etayotgani esa ayniqsa fuqarolar uchun manfaatlidir.